Avtotest savollarini shunchaki yodlab olib, quyidagi ikkala savolda xato qilib qo'yapsiz. Qaysi transport yo'l berish kerak desa, ko'k avtomobil deb ko'pchilik bosib qo'yapti. Bunga sabab quyidagi turar joyda harakatlanish tartibi. Bu videodan oldin turar joyda harakatlanish tartibi video roligini chiqarganman. Izohlarda turar joy dahasida harakatlanish tartibi deb tashlasangiz biz sizga tashlab beramiz yoki Instagram, Telegram, YouTube sahifalarimizda topsangiz bo'ladi. Lekin bu savolda esa qaysi transport haydovchi yo'l berish kerak desa, bu joyda 75-band, ya'ni tor joyda o'tish tartibi kim tomonidan to'siq bo'lsa o'sha yo'l berish kerak. Tor joy, ikkita transport bir vaqtda harakatlana olmaydigan joylar, tor joylar, o'ta olmaydigan bo'lsa kim tomonidan to'siq bo'lsa o'sha yo'l berish kerak. Ko'rib turgan holat. Ya'ni shu holatga qarasak, har ikkala transport ham turar joyda harakatlanyapti. Ya'ni bu joyda 5:39 yo'l belgisida, ta'sir ichida turibdi. Oq avtomobil harakatlanaman desa, uning yo'lida yana bir transport vositasi buzilib avariya holatda turibdi. Bu avtomobil iloji buni aylanib o'tish kerak. Aylanib o'tayotganda o'z tomonida to'siq bo'lganligi uchun ko'kda o'tkazib yuborib, keyin oq harakatlanishi kerak. Qaysi transport haydovchi yo'l berish kerak? Bu joyda oq avtomobil yo'l berish kerak. To'g'ri javob F1. Keyingi savol. Bu holatda qaysi transport haydovchi yo'l berish kerak? Yuqoridagi ma'lumotga tayanib, yuk avtomobil kelyapti. Buni oldida ko'k avtomobil buzilib qolibdi. Ya'ni yuk avtomobil iloji aylanib o'tadi. Aylanib o'tayotganda to'siq o'z tomonida bo'lganligi uchun yo'l berish kerak. Yuk avtomobili. Keyingi savol mana. Siz ro'parda yaqinlashayotgan yuk avtomobilga yo'l berishingiz kerak. Demak, siz kim? Oqsiz. Sizni yo'parangiz yuk. Sizni bo'lagingizga chiqib harakatlanyapti. Yo'l berish kerak. Yo'l berishingiz kerakmi? Yo'q. Chunki 75-bandda kim tomonidan to'siq bo'lsa, o'sha yo'l beradi. Yana bir savol. Ushbu ko'rsatilgan holda qaysi transport yo'l berish kerak? Qizil bilan yashil bir vaqtda bir joydan o'tish kerak. Mana ko'rib turganingizdek, mana. Yashil o'zini oldida transport buzilib qoldi, iloji yo'q, qarama-qarshiga chiqib o'tish kerak. Bu joyda qizil ham kelyapti. To'siq o'z tomonida bo'lgani uchun yashil kutib turadi, qizil o'tib oladi. Kim yo'l berish kerak? Yashil avtomobil. Har doim mana shu manbalarga tayanib, ko'pchilik yana avtotestda xato qilib qo'yapti. Kim yo'l berish kerak desa, bu joyda kim tomonda to'siq bor? Yashil tomonda to'siq bor. Yashil yo'l beradi, yengil avtomobil deb ko'pchilik xato qiladi. Bu joyda esa tik nishablik, tik balandliklarda o'tish tartibi bor. Ya'ni tor joyda o'tish tartibi 3 ta tartibi bor. Kim tomonda to'siq bo'lsa yo'l berish kerak. Balandlikka chiqayotgan transport imtiyozga ega yoki imtiyoz belgilari bilan o'tish tartibi belgilangan. Kim yo'l berish kerak desa, ko'pchilik adashib, to'siq o'z tomondagi yashil yo'l beradi, ya'ni yengil avtomobil yo'l beradi desa, bu xato. Chunki nishabliklarda, balandliklarda o'tish tartibi bor.